Nurobod tumanida viloyat hokimligi, qishloq xo'jaligi hamda o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmalari tegishli tashkilotlar hamkorligida zararli chigirtkalarga qarshi kimyoviy ishlovni o'z vaqtida sifatli o'tkazish masalalariga bag'ishlangan viloyat ko'rgazmali seminari bo'lib o'tdi. Unda soha mas'ullari qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy talofat yetkazuvchi zararkunandalarga qarshi kurashish borasidagi dolzarb vazifalarni kelishib olishdi. Seminarda 2025-yil viloyatning ayrim tumanlarida chigirtkalar qishloq xo'jaligi uchun jiddiy zarar yetkazgani bois joriy yil ana shunday xavfni oldini olish choralarini ko'rish maqsadga muvofiq ekanligi alohida qayd etildi. Iqlim, ob-havo sharoitidan kelib chiqib, zararli hasharotlarni rivojlanishi uchun bu yil ham qulay ekanligi tushuntirilib, tegishli chora-tadbirlarni o'z vaqtida ko'rish zarurligi ta'kidlandi. Ikki xil kimyo preparat ishlatiladi chigirtkalarga. Asosan liamda sigaretlar va imidaklopirid tarkibli. Ularning sarf me'yori gektarga 100 grammdan. Gektarga 100 grammdan bo'lsa 75 ming gektarga 7,5 tonna kimyo vosita sarflanadi. Hozirgi kunda 1 tonna kimyo vosita zaxirasi qilingan. Barcha ishchi xodimlar jalb qilinib, erta bahor kuzatuv ishlari olib boriladi. Joyida shu achaklar aniqlangan joylarda koordinatorlar urilib, monitoring va locus us o'zimiz platformamiz bor, o'shanga koordinatorlar urilib, joylashtirilib ketilyapti. Agar ertan chiqqanda ham o'chog'i aniq, o'choq joyida birdan borib uriladi. O'tgan yili Nurobod, Qo'shrobod, Narpay, Kattaqo'rg'on, Payariq, Ishtixon, Navoiy viloyatining Xatirchi tumanlari bilan chegaradosh hududlarda zararli chigirtkalar ko'payib, aholining haqli e'tiroziga sabab bo'lgan edi. O'tgan yil ham shu chigirtka tog'li zonalarda ko'payib ketdi. Nurobod tumaniga qarashli mahallalarda bahorda ertaroq oldini olish kerak-da. Agar oldin o'tmadi, mayda aytilganday shu ko'payib ketaveradi. Uchgandan keyin tarqalib, kattargandan keyin uni yo'qotish ham qiyin. Xalqqa ham, chorvaga ham, o'sayotgan narsalarga juda ko'p ta'sir qiladi-da bu. Agar quruqchilik ko'p kelib, agar rivojlanib ketsa, daraxtlardagi meva-yu barglardan bedirib ketadi-da. Shuni oldini olish kerak. Dorilarni sepish o'z vaqtida. Shunda chorva ham yaxshi bo'ladi, dehqonchilik ham yaxshi bo'ladi-da. 2026-yilda viloyat bo'yicha 75 ming gektar maydonda zararli chigirtkalarga qarshi kimyoviy ishlov berish rejalashtirilmoqda. Jumladan Nurobod, Bulung'ur, Jonboy, Ishtixon, Urgut, Qo'shrobod, Payariq, Samarqand, Kattaqo'rg'on tumanlarida soha mutaxassislari mavsumni betalofat o'tishini ta'minlashlari shart. Shu bois seminarda mablag', texnika, kimyoviy vositalar bilan bog'liq barcha masalalar atroflicha muhokama qilinib, mas'ullarga topshiriqlar berildi. Bu seminarimizning maqsadi chigirtkaga qarshi kurash. Mana bu yil havo juda iliq keldi, issiq keldi. Chigirtka shunday hasharotki, tuxumini agar sovuq bo'lsa pastroqqa qo'yadi. Agar issiqroq bo'lsa yuzaga qo'yadi. Shunga qarshi kurash uchun mana fermerlar chaqirdik, raislar, dehqon xo'jaliklari, dehqon yer egalari hammasiga ularga seminar sifatida ularga ko'rsatib berdik. Bizning Urgut tumani ham tog'li zona bo'lganligi uchun shunga qarshi kurash uchun hamma chora-tadbirlarni ishlab chiqqanmiz. Yo'l xaritasini qilganmiz. Chigirtka juda katta mana dehqonchiligimizga iqtisodiy zarar keltiradi. Bu chigirtka endi bu dahshat. Bu degani 100% ekinlarimizni yeb qo'yish mumkin. Vaqtiga kurashsak, uni oldini olgan bo'lamiz. Zararli chigirtkalar qishloq xo'jaligi uchun ofat. Shundan kelib chiqib, ularga qarshi kimyoviy ishlov berishni sifatli o'z vaqtida o'tkazish, zararkunandalarning qishloq xo'jaligi ekinlariga, aholi tomorqasiga, chorva uchun oziqa hisoblangan yaylovlarga talofat yetkazmasligi uchun har bir ish puxta, tizimli tashkil etilishi seminar ishtirokchilariga alohida tushuntirilib, galdagi vazifalar belgilab olindi.